Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari, biologiya ixlosmandlari. Sizlar bilan 5-sinf bo'yicha darsliklar bayonini ko'rib o'tayotgan edik va bu darslar davomi sifatida bugun 12-mavzu, ya'ni hayvonlar dunyosi bo'yicha tanishib ketamiz. Demak, siz tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Xo'p, hayvonlar dunyosi, ya'ni sistematika bo'yicha oladigan bo'lsak, fauna deb ataladi. Hayvonot dunyosi xuddi boshqa dunyolar singari tanasi hujayradan tashkil topgan bo'ladi va bularda ham hujayralar yig'indisi birgalashib to'qimani hosil qiladi. Hayvonlar tanasida asosan 4 xil to'qima mavjud bo'lib, ular epiteliy, biriktiruvchi, muskul hamda nerv to'qimalari hisoblanadi va har bitta to'qima hayvonlarda o'ziga xos muhim bo'lgan vazifani bajarib beradi. To'qimalar birlashgan holatda esa ma'lum bir organ esa yaxlit organizmni hosil qilib beradi. Hayvon organizmini biz tanishgan boshqa dunyo vakillaridan farqi shundan iboratki, hayvonot dunyosining deyarli ko'pchilik vakillari gidrotrof oziqlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Albatta, ayrimlarni hisobga olmaganda, masalan, yashilligina xuddi o'simliklar singari fotosintez qilishi mumkin bo'ladi. Va hayvon dunyosining yana bitta o'ziga xosligi, hayvonlarning deyarli hammasi aktiv, ya'ni faol harakat qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Shu o'rinda yana bir ma'lumot aytib ketish kerak. Hayvonlarning hammasi ham aktiv harakat qilmaydi. Xususan parazit vakillari hamda o'troq yashovchi hayvonlar passiv harakat qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, hayvonot dunyosining yana boshqa dunyo vakillaridan 3-chi farqli tomoni ularda nerv sistemasining shakllanganligi. Bu boshqa dunyo vakillarida yo'q, hamda nerv sistemasi bilan bog'liq holatda ularda etiologiya, ya'ni xulq-atvor ham shakllangan bo'ladi. Demak, hayvonot dunyosini dastlab tabiatdagi ahamiyati bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, hayvonlarning birinchi tabiatdagi ahamiyati ozuqa zanjirida ishtirok etish hisoblanadi. Ya'ni hayvonlar ozuqa zanjirida konsument sifatida ishtirok etadi. Konsument so'zining ma'nosi iste'mol qiluvchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni hayvonlar produsentlar hosil qilgan organik modda bilan oziqlanib, uni bir darajadan ikkinchisiga o'tkazish natijasida ozuqa zanjirini hosil qiladi. Ikkinchi ahamiyatli tomoni tabiatdagi bu, demak, tabiiy sanitarlik vazifasini bajarib beradi. Ya'ni yer yuzasini qoldiqlardan tozalash vazifasini bajarib beradi. Ularga yomg'ir chuvalchangini misol keltirsak bo'ladi, go'ng qo'ng'izlarni keltirsak bo'ladi. Bundan tashqari mana yirtqich hayvonlar, xususan bo'rilarni oladigan bo'lsak, ular yer yuzasini har xil qoldiqlardan tozalab, yer yuzasini tozalovchilar vazifasini bajarib beradi. Keyingi ahamiyatli tomoni esa biofiltr vazifasini bajarib beradi. Ya'ni biofiltr degani suv havzalarini tozalash vazifasini bajaradi. Bularga albatta ikki pallali mollyuskalar, baqachiroqlar misol bo'lishi mumkin bo'ladi. Yomg'ir halqali chuvalchanglardan qizil chuvalchang misol keltirsak bo'ladi yoki daryo qisqichbaqasini olsak bo'ladi. Ular suv havzasidagi o'lik qoldiqlar bilan oziqlanib, suv havzasini iflosliklardan tozalab beradi. Keyingi ahamiyati esa hayvonlar o'simliklarning meva urug'larini tarqatishga yordam beradi. Ma'lumot o'rnida aytib ketadigan bo'lsak, meva hamda urug'lari hayvonlar bilan tarqaladigan o'simliklar zooxoriya deb ataladi. Ya'ni zoo hayvon, xoriya tarqalish degan ma'noga to'g'ri keladi. Ya'ni ko'pchilik o'simliklar hayvonlar juniga yoki bo'lmasam patlariga yopishgan holatda meva urug'larini tarqatishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari hayvonlar o'simliklarni chaynatish vazifasini ham bajarib berishi mumkin bo'ladi. Masalan, chaynatadigan hayvonlarga mana kolibrini keltirsak bo'ladi, kapalaklarni keltirsak bo'ladi yoki bo'lmasa mana asalarlar olsak bo'ladi. Meva urug'larini tarqatishda esa mana olmaxonlar, yumronqoziqlar, har xil qushlar shu vazifani bajarib berishi mumkin bo'ladi. Bu hayvonlarning tabiatdagi ahamiyat. Endi hayvonlarni inson hayotidagi ahamiyatiga to'xtalib ketadigan bo'lsak, bizni u hayotimizda hayvonlar juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Xususan, demak, hayvonlardan sanoatda foydalanamiz. Jun mahsulotlaridan foydalansak bo'ladi. Bundan tashqari ozuqa sifatida hayvonlarning tuxumidan, sutidan yoki go'shtidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Yana qo'shimchasiga ish kuchi sifatida otlardan, eshaklardan foydalaniladi yoki qo'riqchi sifatida itlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi hayvonlarning hammasi ham foydali xususiyatga ega emas. Inson hayotida zarar keltiradigan hayvonlar ham bor. Bular parazit hayvonlarni keltirsak bo'ladi. Bu parazit hayvonlar har xil yuqumli kasalliklarni tarqatib yuradi va qo'zg'atish vazifasini bajarib beradi. Masalan, bezgak chivinini oladigan bo'lsak, odamlarda xavfli kasallik, bezgak kasalligini keltirib chiqaradi. Yoki mana pashshalarni o'tadigan bo'lsak, o'lat,
sil, bo'g'ma kabi kasalliklarga tarqatishiga sabab bo'ladi. Kalamush burgalari esa o'lat kasallikni tarqatib yurish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana shu demak hayvonlarning inson hayotidagi ahamiyatli va zararli tomonlari bo'ladi. Endigi ma'lumot hayvonlarning sistematikasi bo'yicha oladigan bo'lsak, ma'lumot o'rnini aytib ketadigan bo'lsak, birinchi bo'lib hayvonlarni sistemaga solib o'rgangan olim bu Aristotel hisoblanadi. Birinchilardan bo'lib hayvonlarni qonlilar va qonsizlarga bo'lib o'rgangan va jami 500 ga yaqin hayvon turiga tavsif bergan. Ulardan 130 tasi qonli, 130 tasi qonsizga to'g'ri keladi, 370 tasi esa qonli hayvonlarga to'g'ri kelishi mumkin bo'ladi. Keyinchalik esa tartiblangan sistematikani Karl Linney tuzib ketgan bo'ladi. Karl Linney 10 mingta hayvon turiga tavsif bergan va asosan Karl Linney sistemaga solishda o'sha davrda hayvonlarning tashqi ko'rinishini asos qilib olgani hisoblanadi. Hozirgi kunda yer yuzasida 2 milliondan oshiq hayvon turi tarqalgan bo'lib, ular quyidagicha sistemaga ega bo'linadi: tur, urug', oila, turkum, sinf, tip hamda hayvonot dunyosiga bo'lib o'rganiladi. Bundan tashqari hayvonlarni biz umurtqa pog'onasining tuzilishiga qaragan guruhlarga ajratsak bo'ladi. Unga ko'ra umurtqalilar hamda umurtqasizlarga bo'lib o'rganamiz. Umurtqali hayvonlarni bitta tipi mavjud bo'lib, ular xo'rdalilar tipi hisoblanadi. Umurtqasizlarni esa 20 tadan oshiq tiplari mavjud bo'ladi. Bundan tashqari xo'rdalilar tipi 3 ta kenja tipga bo'linadi. Ya'ni ular bosh skeletsizlar, bosh skeletlilar hamda lichinka xo'rdalilar kenja tipiga bo'lib o'rganiladi. Mana shu hayvonlarning sistematikasi hisoblanadi. Demak, bu mavzu bo'yicha fikr hamda bayon fikrlaringizni, savollaringizni kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.